Assalomu alaykum aziz gulshodalari, yoshlar olam kuzatuvchilari. Mana bugun bizga Gollandiyadan yangi parcha gullarimiz keldi. Jasminlarimiz, antiurumda shunaqalari, hammasi Gollandiyaniki. Bitta Xitoyniki yo'q. Bilasizlar, Gollandiyaning gullari, barglari ham chiroyli, yaltirlab turadi. Gullari ham pishiq bo'ladi, ancha-munchaga kasal bo'lmaydi. Sababi bular tabiiy parvarish qilinadi, ortiqcha dorilarsiz. Shuning uchun immunitet baland gullar bo'ladi. Gortenziyalarimiz keldi. Haqiqiy Gollandiyaniki. Ko'rinishi o'z ko'rsataman. Kichkina, lekin holatlari yaxshi. Mana har bittasini qanday ekish kerak, nima qilish kerak, hamma-nimani ma'lumotlar berib o'tishgan. Qanot svet chiqishi, bu xudo xohlasa точно shu svetlar chiqadi. Bularimiz 110 so'mdan adashmasam, keyin Gollandiyadan shunaqa philodendronlarimiz keldi. Gigant sotib oladigan antiurumlarimiz shunaqa variegatidan keldi. Gullar ochyapti. Bularning bargi ham juda nihoyat katta bo'ladi. Xo'p, philodendronda mana shu sortidan ham keldi. Bu ham rosa nihoyatda gigant bo'ladigan sort. Bu ham Gollandiyaniki. Aglanimalarimiz keldi. Apple juice degan bunoti yana boshqacha edi. Bular tayskiy anaqa gigant bo'ladigan sortlari, o'zim yaxshi ko'radigan. Hop, diamondimiz kichikroq sortidan keldi. Kratonda ham mana Gollandiyaniki keldi. Mana hop, antiurumda gibrid xrustalniy sorti keldi. Gigant bo'ladigan vaygellalarimiz keldi. Tipimar ham shunaqa gollandskisi keldi. Hop, crown keldi. Klimatislar faqat bulardan adashmasam qolmadi. Endi balkim yana bo'ppalar mana bunaqa gul ochishga harakat qilyapti. Dratsinalarimiz keldi. Keyin har xil dorilarimiz ham kelgan, tuvallarimiz hamma yoq kelgan. Inshaalloh Telegram kanalimizga kirsalaring, ulanmasalaring, xudo xohlasa narxlar bilan barchasi tashlanadi. Ulgurib olinglar. Telegram kanalimizga ulanmasalaring, xudo xohlasa har 15 kunlarda Gollandiyadan yangi boshqacha har xil tovarlar kelyapti. Gulda kolleksionerlar, hali kolleksiya yig'ishga qiziquvchilar bo'ladi ichlaringda. To'g'ri, Gollandiyaning gullari qimmatroq bo'ladi, lekin sifati juda ham sifatli va zo'r gullar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa 91 666 89 82 telefon raqamlarimiz bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Kanalda linkini tashlab beraman, qo'shilib olasizlar. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi. Narxlar ham xudo xohlasa bexijolat, chiroyli narxlarda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar. Hamma joyga dostavka qilib beramiz. Toshkentga o'zim Toshkentda turaman, Shayxontohur Drujbada. Agar gullar hozir Toshkentda Farg'onaga ketib qolsa, uyga borganimda oluvchilar uchun olib ham kelib beraman yoki o'sha dostavka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.